Savol. Bir kishi ayoliga bir taloq aytganida ayoli birga yashamaydigan bo'lsak, 3 taloq berishingiz kerak deb yana taloq ayting degan. Eri birinchi taloq ketidan ikkinchi taloqni aytgan. Ayoli yana bir marta aytsangiz, keyin tugaydi degan. Eri ikkinchi taloq ortidan 3-chi taloq bergan. Ular sud orqali ham ajrashishgan. Oradan 10 yil o'tib qayta yarashishmoqchi bo'lishyapti. Bu mumkinmi? Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Agar bir majlisda aytgan bo'lsa, hozir aytgandek, unda bitta taloq tushgan, hozir 10 yildan keyin bo'lsa, yana nikohlab yashasa bo'ladi. Nikohlab yashasa, yana bitta taloq ketgan bo'ladi. Yana ikkita taloq haqqi bor. Yana hozir nikohlab olsa, bitta taloq, ya'ni 3 ta patrondan bittasi ketgan, ikkita qolgan degani. Chunki bir paytda aytilgan narsa taloqsan deyapti, keyin xotini birga yashamayotgan bo'lsangiz, yana ayting deb 3 tomondan ketish kerak deb o'ylayapti. O'sha e'tibor bilan aytyapti. Bir majlisda taloqni ustidan taloq, taloqni ustidan taloq, taloqni ustidan bular hammasi bitta taloq deyiladi. Bitta taloq. Chunki iddan hali saqlamasdan turib berilgan taloqlar hammasi bitta hisobda o'tadi. Mana shu bilan hozir shu e'tibor bilan xotin bitta taloq bo'lgan va nikohlab yashasa bo'ladi. Vallohu a'lam.